Hammaga salom, men ismim Shuhrat. Hozirda 2026-yil 20-may. Men hozirda 8-sinfman. TikTokda 71 ta obunachim, YouTube'da 1830 ta va Instagramda 1500 taga yaqin, 1,5 mingta. Nima demoqchiman? Men shu videoni agar 10 yildan keyin YouTube'ga qo'ysam yoki bir qanaqadir joyga qo'ysam, o'ylaymanki, что TikTokda ko'p подписчигim bo'ladi, где-то bir 10 mingtadan ko'p точно. Va YouTube'da bir 10 milliondan ko'p подписчик bo'ladi shekilli. Instagram'da 150 mingtadan ko'p obunachi bo'ladi shekilli deb o'ylayman. Yana bilmayman. Nima desam bo'ladi yana. Tak, yana aytaman, YouTube'da o'zimning blogimni 2026-yil boshladim. Keyin bitta shorts qo'ygandim, o'sha shorts 1,200,000 ga uchdi. Juda xursand bo'ldim. Va endi shu bilan boshlanyapti. Nima demoqchiman? Hozirda meni konkretniy ishim yo'q ham bas, bor ham bas, 50-50. Hozir men mobilograf bo'lib ishlayapman. 9 dan ketmayman, 11 dan ketishda harakatdaman. 11 dan keyin. 11 dan keyin qayerga topshirmoqchiman? O'zi tatuga topshirmoqchi edim. Keyin o'ylab qoldim, balkim kino rejissyorlikka o'tib ketaymi, ya'ni kino olaymi deb o'ylab qoldim. Hali aniqlaganim yo'q. Ikkalasidan bittasi, точно. Toshkentda o'qiyman. O'qishim kerak o'sha nimada, agar kino rejissyorlikka kirsam yoki tatuga. Nima demoqchiman, bo'lmasam hammaga xayr, 10 yildan keyin ko'rishamiz.